Shoshilinch ob-havo. Hurmatli tomoshabin, ushbu videorolikni ko'rishdan oldin video ostiga bir dona like tugmasini qoldirishni unutmang. Bugun Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekundgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 35-40 darajagacha issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekundgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 darajagacha issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekundlik tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi esa 28-30 darajagacha issiq bo'ladi.